Keling samimiy bo'lamiz. Hozir har qanday bir insondan borib so'rang. Dunyo ilmi muhimroqmi, islom ilmimi? Aksariyat holatda ular shunday javob berishadi. Bu ikkala ilmni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ularni teng olib borish kerak. Xo'p, shunda ham deylik, kuniga necha bet Qur'on o'qiysiz? Endi haligi Qur'on o'qishni o'zi bilasizmi? Endi o'rganamiz biz ham. Qachon o'rganasiz? O'qishga kirib oling, ishga joylashib oling, oila quring, farzandlarim katta bo'lsin yoki nafaqaga chiqib oling. Ha, demak siz gapingizda sodiq emas ekansizda. Demak siz yolg'onchisiz. Chunki siz dunyo ilmini islom ilmi bilan teng ko'rmayapsiz, balki islom ilmini eng oxiriga qo'yapsiz. Zotan islom ilmi har qanday ilmdan muqaddam qo'yiladi. Hech qachon dunyo ilmi bilan teng bo'lmaydi. Har qanday ilm, har qanday amal islom ustiga quriladi. Islom uning asosi bo'ladi. Koreys tilini, ingliz tilini yoki boshqa bir dunyo ilmlarini yoki biror bir kasb hunarni o'rganishga bor pulimizni, vaqtimizni ayamasdan sarflaymiz. Lekin mana shularga